billet qo'yishni boshlagan yosh ustalar uchun mana bu videoni shu ustalarga yuborib qo'yamiz. Manfaatli video bo'ladi. Mana bu yerda plastmassa bor. Mana shu plastmassani oddiy kuzachka bilan shunday qirqib olish kerak. Videoda ko'rinyapti. Bu shu sabab bilan kelgan. Mana bu linza ozgina tepa uстановка bo'lgan. Buni sal pasaytirib, mana buni qirqib olish kerak. Buni regirovkaga juda katta ahamiyati bor. Mana hozir dakansa kelgani, lekin yo'lni yoritmayapti. Juda past uстановка bo'lyapti. Tepaga ko'tarsak, mana shu plastmassaga tegib qolyapti. Mana shunday bo'lmasligi uchun bu plastmassani olib tashlash kerak. Xudo xolasa juda chiroyli regirovkalari ham chiroyli chiqadi. Linza ham sal teparoq uстановка bo'lgan. Sal pastroq uстановка qilsa agar, mana bu ochkini maskani o'rtasiga kelib tushadigan bo'ladi. Juda chiroyli chiqadi.